Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salatu salomlar bo'lsin. Sizlar bilan tafsirdan bo'lib kelayotgan haftalik darsimizda navbatdagi sura Sof surasini tafsirini qilamiz. Bu 10-oyatda Alloh taolo mu'minlarga xitob qiladi. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ey iymon keltirgan kimsalar, men sizlarni foydali bo'lgan tijoratga yo'llab qo'ymaymi dedi. Tijorat asosan insonlarning o'rtasida qilinadigan, foyda topiladigan eng asosiy bo'lgan ishlardan birisi hisoblanadi. Tijorat demak, hattoki inson topadigan kasbkorlardan 10dan 9i tijoratga bog'liq ham deb qo'yishadi. O'shanday bo'lgan tijoratga sizlarni yo'llab qo'yingmi dedi. Lekin bu tijorat mol dunyo bilan emas, balki insonning Alloh taolo bilan o'rtada bo'ladigan va'dasiga asoslanadi. Tunjikum min azabin alim. Bu tijorat sizlarni alamlantiruvchi azob, do'zax azobidan najot beradi dedi. Demak, Alloh taolo xitob qilib aytadiki, ey iymon keltirgan kimsalar, sizlarni shunday bir muhim bo'lgan amallarga yo'llab qo'yaymi-ki, o'sha amallarni sodir etadigan bo'lsalaringiz, Alloh taoloni azobidan, do'zax azobidan najot topasizlar dedi. Nima qiladi ekan endi ular? Aytadiki, tu'minuna billahi va rasulihi va tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum va anfusikum. Sizlar Alloh va rasuliga iymon keltirasizlar. Alloh va rasuliga iymon keltirishlik ularga itoat qilishlikni ham taqozo etadi. Allohga iymon keltirishlik, Alloh taolo nimaga buyurgan bo'lsa o'sha narsalarni qilishga, payg'ambarga iymon keltirishlik esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'ziga vaqtida bo'lsa yoki bo'lmasa keyinchalik esa sunnatlariga ergashishlikni taqozo etadi. Demak, Qur'on sunnat bilan amal qilasizlar va Alloh taoloning yo'lida mol dunyolaringiz bilan u jonlaringizni o'rtaga qo'yib jihad qilasizlar dedi. Mana shu narsa sizlarni Allohning azobidan, do'zax azobidan sizlarga najot beradi dedi. Birinchi navbatda iymon, undan keyin esa amaldir. Amallarning eng ko'zga ko'rinadigani islomning o'rkachi deb qo'yiladi. Hadis sharifda ham bu Alloh taoloning yo'lidagi bo'lgan jihoddir. Afsuski, jihodni oxirgi paytlarda terrorga nisbatlab o'sha bilan barobar suratda qilishib qo'ydi. Lekin bu jihod islom ummatining asosiy ustuni bo'lgan. Alloh taoloning dinini, shariatini himoya qiluvchi eng asosiy vosita bo'lgan. Tarixda yillar mobaynida, 100 yillar mobaynida bu amal qoim bo'lib, musulmon ummatini xorlikdan himoya qilib kelgan. To'g'ri, ayrim o'sha jihodni da'vo qilgan yoki jihod qilayotgan kimsalarning xatolari sababli jihodni o'zini yomon ko'rilmaydi. Chunki Alloh taolo bu jihodni maqtab aytdi. Hattoki jihod qilishlik bu Alloh taoloning azobidan insonni najot topishligiga sabab bo'ladi dedi. Alloh taoloning dinini himoya qilish bo'ladi. Bunda insonlar mol dunyosi bilan jonlarini tikib fidokorlik bilan jang qiladilar dedi. Zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Agar bilsalaringiz mana shu narsa sizlar uchun yaxshiroq dedi. Albatta shaxs sifatida emas, balki ummat sifatida. Shaxslar sifatida insonlar jihod qilishi mumkin, uyat bu yerda, lekin u unaqangi samarani bermaydi. Agar ummat o'zi Alloh taolo yuqorida aytib o'tgandek, Allohning yo'lida saf-saf topgan holatda jips bo'lib, o'shandek Alloh taoloning yo'lida harakat qiladigan bo'lsa, albatta bu juda ham katta samara beradi. Ana o'shandek agar sizlar bilsalaringiz edi, mana shu narsa sizlar uchun yaxshilik bo'lardi hamda obro' hurmat bo'ladi, xorlikdan sizlarni najot topishinglar bo'ladi. Shuning uchun hadis sharifda ham keladiki, shu mazmunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar, agar sizlar o'sha mol dumlariga ergashib, orqasidan yuraveradigan bo'lsanglar, jihodni tark qiladigan bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarga shunday bir xorlikni beradi, to Allohning diniga qaytmaguninglargacha. Allohning dini deb o'sha jihodda aytib o'tgan, sizlarning ustinglardan bu xorlikni ko'tarmaydi deb. Islomni, musulmonlarning azizligi ayni mana shu jihod bilan bo'lgan, bundan keyin ham shunday bo'ladi. Lekin har narsani o'zini vaqti, o'zini mavridi bo'ladi. Bunday qilsanglar, sizlar nimaga erishasizlar desa, Alloh taolo aytadiki, yaghfir lakum zunubakum. Gunohlaringizni Alloh taolo kechirib yuboradi. O'sha amallar ortidan, iymon, amal ortidan
bo'lib ham fidokorlik ortidan Alloh taolo sizlarning gunohinglarni kechirib yuboradi. Va yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, va ostlaridan anhorlar oqib o'tadigan jannatlarga, jannat emas, jannatlarga sizlarni kiritadi dedi. Juda ham ko'plab jannatlarga sizlarni kiritadi. Va masakin tayyibatan fi jannati adn, boqiylik jannatlaridagi juda ham sizlarga yoqadigan xush bo'lgan maskanlarga sizlarni kiritadi dedi. Nimaga endi ayni bu yerda maskanlarni zikr qilib o'tdi? Bo'lib ham sizlarga xush yoqadigan maskanlar dedi. Alloh taoloning yo'liga chiqadigan odam vatanni tashlab, joyini tashlab, uyini tashlab, o'shanday qiyinchiliklarga rozi bo'lib chiqadi. U odamga esa Alloh taolo o'shandek o'zini yo'lida fidokorlik qilgani uchun, qiyinchilikni boshiga olganligi uchun Alloh taolo unday bo'lgan kimsani mana shunday mukofotni berishligini aytib o'tdi. Zalikal fawzul azim, mana shu narsa buyuk muvaffaqiyatdir, buyuk yutuqdir. Haqiqatan inson do'zaxdan najot topishligini o'zi katta yutuq insonga. Jannatda aytaylik eng oxirgi darajasi, eng quyi darajasiga kirib qolsa ham, lekin do'zax azobidan qutulib qolsa, u inson uchun eng katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Endi inson qilgan amaliga yarasha yuqoriroq bo'lgan jannatlarga erishishligi esa bu juda ham ulkan muvaffaqiyatdir uning uchun. Inson bu hayoti dunyoda nima uchun yashaydi? Allohning roziligiga erishaman deydi. Alloh taoloning roziligiga erishishligi esa uni do'zaxdan najot topishiga olib keladi. Va ukhra tuhibbunaha. Undan keyin Alloh taolo aytdiki, bu jannatda oxiratda bo'ladigan mukofotlar bo'lsa, yana sizlar o'sha jihodni mahkam tutadigan bo'lsalaringiz, Alloh taolo sizlarga yaxshi ko'radigan boshqa narsalarni ham beradi dedi. U nima narsalar ekan yaxshi ko'radigan narsalar? Nasrun minalloh, Alloh taolo tomonidan keladigan nusrat. G'alaba Alloh taolo tomonidan beriladi. Va fathun qarib, va yaqin bo'lgan g'alaba, fath etish, Makkani fathi to'g'risida aytib o'tilgan ham deb aytiladi bu yerda. Umumiy olganda insonlarga hali uzoq ko'riladigan emas, balki yaqin g'alabalarni ham Alloh taolo muvaffaqiyatlarni mana shu amal orqali sizlarga beradi dedi. Va bashiril mu'minin, mo'minlarga xush xabar bering dedi. Bu xush xabardir haqiqatan. Ham dunyo, ham oxirat muvaffaqiyatini qo'lga kiritish bu mo'minlar uchun juda ham katta muvaffaqiyatdir. Faqatgina mo'minlarga nasib etadi. To'g'ri, kofirlarga dunyo muvaffaqiyati bo'lishi mumkin, lekin oxiratda ularga hech qanday nasiba yo'q. Dunyo muvaffaqiyati ularga doim ham kulib boqavermaydi. Bir kun undek, bir kun bundek degandek. Ya'ni musulmonlar bilan kofirlarning o'rtasida bo'lgan janglar sijol bo'lgan, bir ular bir bular bo'lgan. Ana o'shandek oxirat esa faqatgina mo'minlar uchun bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo mo'minlarga xush xabar bering dedi. Keyingi oyatda esa Alloh taolo butun mo'minlarga xitob qildi. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansoralloh. Ey iymon keltirgan kimsalar, bu har bir eshitgan bizga ham Alloh taoloning qilayotgan xitobi bu. Kunu ansoralloh. Allohning yordamchilari bo'linglar dedi. Boshqa oyatda keladiki, ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Ey iymon keltirgan kimsalar, sizlar Allohga yordam beradigan bo'lsalaringiz, Alloh taolo sizlarga ham yordam beradi va qadamlaringizni sobit qadam qiladi dedi. Demak, bu Alloh taologa yordam berishlik mana shu din maydonida, din tarqatishlik maydonida, dinni himoya qilish maydonida, Allohga yordam berishlik, Allohning diniga yordam berish, Alloh taoloning dinini himoya qilish, dinni yuksaltirish, unga amal qilish, odamlarga Alloh taoloning dinini amal qilib axloqi bilan birga ko'rsatish. Bu narsalar hammasi Alloh taoloning diniga bo'lgan yordam hisoblanadi. Mo'min odam o'zini uyida ibodatlarni chiroyli bo'lgan suratda vaqtida ado etishligi, bu farzandlari, ahli oilasini unga ergashib, ular ham mana shuningdek ado etishligiga sabab bo'ladi. Bu odam demak Allohning diniga yordam berdi. Undan tashqari axloqini go'zal qilishligi boshqalarga islomning go'zalligini ko'rsatadi. Bu ham Allohning diniga bo'lgan yordam bo'ladi. Shuningdek, yuqorida aytib o'tganimizdek, Alloh taoloning diniga bo'lgan yordam jihod orqali yoki Allohning dinini tarqatish orqali ham bo'ladi. Bu narsalarda hammasida mo'minlarda Alloh taolo Allohning diniga yordam beruvchi bo'linglar dedi. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansori ilalloh. Chunonchi Iso alayhissalom havoriylarga aytgan edi. Kim menga Alloh taologa olib boruvchi yo'lda yordamchi bo'ladi dedi. Dinda mustahkam turadi. Iso alayhissalom ma'lumki u kishi
ergashuvchilar bilan birgalikda boshqalarga qarshi jihad qilmagan. U kishi faqat dinni yetkazganlar hamda kelgan dinda sobit qadamlik bilan turganlar. O'shanda Iso alayhissalom o'zi da'vat qilayotgan yangi bu Banu Isroilga da'vat qilayotgan dinda qaysi kimsalar o'zlari bilan birga sobit qadam bo'lib, fidoyi bo'lib turadi deb chaqirgan paytlarida qolal havariyuna nahnu ansorulloh. Havoriylar bular Iso alayhissalomga yaqin bo'lgan kimsalar, shogirdlari. Bular aytishdiki, biz mana Allohga yordamchi bo'lamiz dedi. Allohning diniga mana biz yordam beramiz. O'sha yo'lda mustahkam, sobit qadam turamiz, fidokor bo'lamiz deydi. Haqiqatan bular vafo qilishdi. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda aytib o'tadilarki, ya'ni Habbob ibn Arat radhiyallohu anhu Makka da turgan paytlarida juda ham mushriklardan ko'p ozor aziyatlar chekayotgan paytlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni oldilariga u zot Ka'bada suyanib o'tirgan bo'ladilar. Ey Rasululloh, bizni haqqimizga duo qilmaysizmi, qiynalib ketdik-ku degan mazmunda aytgan paytlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yonboshlayotgan joydan o'tirib oladilarda yuzlari qizaradi. Bu g'azabning alomati edi. Shundan keyin aytadilarki, sizlardan oldin o'tgan kimsalar bor edi. Ularga chuqur qazilib chuqurlarga ko'milardi, ustidan arra qo'yilardi. Boshini ikkiga bo'lib tashlardi. Lekin bu narsa ularni dinidan qaytara olmagan degan mazmunda aytib o'tadilar. Hadisni sharhlovchilar aytadiki, Iso alayhissalom davridagi bo'lgan holatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu bilan iroda qilib aytayaptilar deb. Iso alayhissalomning havoriylariga nisbatan o'shandek uslublar qo'llanilgan. Ularni dindan qaytarishlik uchun arralar bilan aralangan. Lekin ular dinida sobit qadamlik bilan turgan sababi Iso alayhissalomga ular qattiq va'da bergan edi. Biz siz bilan birga Alloh taoloning diniga yordam beruvchi bo'lamiz deb aytishgan edi. Fa amanat toifatu min bani Isroil va kafarat toifa. Ana o'shandan keyin Banu Isroildan, ya'ni Iso alayhissalom payg'ambar qilib yuborilgan Banu Isroildan bir toifasi iymon keltirdi. Havoriylar hamda atrofdagi bo'lgan shu musulmonlar. Va kafarat toifa, katta bir toifa esa kofir bo'ldi. Bular yahudlar edi. Fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zohirin. Oqibatda biz iymon keltirgan kimsalarni dushmanlariga qarshi qo'llab-quvvatladik dedi. Fa asbahu zohirin, o'shandan ular g'olib bo'lib ko'rinadigan bo'ldi dedi. Mufassirlar aytishadiki, iymon keltirgan kimsalar deb bu ummatni ham iroda qilinyapti deydi. Bu ummat Iso alayhissalomni ummatini davomchisi hisoblanadi. Ya'ni Iso alayhissalomning havoriylari o'ziga haqiqatan iymon keltirgan kimsalarning davomchilari sifatida ko'riladi. Ular ham Alloh taoloning yolg'izga ibodat qilishgan edi, tavhidda bo'lishgan edi. Shunday qiyinchiliklarni boshdan kechirishgan, sabr qilishgan, matonatlik bilan turishgan. Alloh taolo ularga ham shahidlikni ato etgan edi. Bu ummat esa ulardan keyin keldida, u risolatlarni ham, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning risolatini ham yuksak ko'tardi. Ana o'shandan Alloh taolo avvalgi o'tgan payg'ambarlarni davomchisi sifatida bu ummatni yuksaklarga ko'tardi. Shundan dushmanlariga qarshi qo'llab-quvvatladi. Uzoq muddatlar musulmonlar siyosat maydonida bo'lsin, jang maydonida bo'lsin, ilm-fan maydonida bo'lsin peshqadamlardan bo'lib kelishdi. Fa asbahu zohirin, mana shunday ular zohir bo'lib, g'olib bo'lib davom etishdi dedi. Lekin afsus, mana hozirgi paytda musulmonlarning holati hammamizga ma'lum. Bu esa asli musulmonlarning o'zlari sababchi bo'lgan holatlar, aytib o'tganimizdek jihodni tark qilishligi, ilm-fanga bo'lgan intilishni tark qilishligi, ko'plab sabablar bo'ldiki, bu bilan ummat qoloqlar o'rnida bo'lib qoldi. Lekin kelajak yana baribir islomga qaytadi. Mana o'sha Iso alayhissalom hali kelib bu ummat bilan birgalikda juda ham bu ummatning eng baxtli bo'lgan kunlarini, o'sha kunlarda barakotli bo'lgan kunlarini o'tkazadi. Undan tashqari u kishidan oldin esa Mahdi davri bo'ladi. Musulmonlarda boshda bo'lgan xalifalik davrlari bo'ladi. Hali kelajakda esa ya'ni ishlar ko'p. Albatta Alloh taolo bu ummatni kelajagini ham yutuqli qilib bergandir. Alloh taolodan bu ummatimizga kuch-quvvat berishini, g'ayrat berishini, fidokorlik ruhiyat berishini so'raymiz. Albatta bu ummatda to'liq o'chmagan, lekin so'nib qolgan cho'g'lar bor.
bu cho'g'lar hali alanga olib bu ummatni himoya qiladi, yuksaltiradi. Alloh taolo bu dinni butun dinlarning ustidan g'olib ham qiladi va'dasiga binoan. Lekin ungacha hali aytib o'tilgandek, musulmonlardan ko'p g'ayrat, ko'p harakat, fidoyiliklar talab qilinadiki, o'shandan Alloh taolo aytib o'tgani, ey iymon keltirgan kimsalar, Allohning diniga yordam beruvchi bo'linglar deb ommatan xitob qildi. O'shanga ijobat qilib musulmonlar agar harakat qiladigan bo'lsa, hamma sohalarda, hamma maydonlarda Alloh taolo ularning harakatlariga barakot beradi, hamda birligini beradi, yagona boshqaruv ostida birlashtiradi hamda u musulmonlarga avvaldagi bo'lgan kuch-quvvatlardan ham ko'ra ziyodaroq bo'lgan quvvatni, nusratni ato etadi. Bu narsalar shunchaki xayol emas, balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari ham shu narsaga dalolat qiladi. Alloh taoloning ayrim oyatlari ham ayni mana shu narsaga dalolat qiladi. Mayli Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Alloh taolo qalbimizdagi g'ayrat, shijoatni yana ham kuchliroq qilsin. Dinda bir namuna bo'laylik, o'zimiz ahli oilamizga nisbatan, atrofdagilarimizga nisbatan dinimizga yaxshi amal qilib, go'zal xulqli bo'lib ularga namuna ko'rsataylikki, toinki odamlar birinchi navbatda ahli oilamiz, farzandlarimiz bizdan ta'sirlansin. Qolaversa atrofimizdagi bo'lgan kimsalarga ham mana shu Alloh taoloning dinini chiroyli bo'lgan suratda ko'rsatishlik bilan ularni ham qalblarini bu dinga oshno bo'lishligiga Alloh sababchi qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una va zidna ilma. Shu bilan bu Saf surasining tafsirini qilib o'tgan bo'ldik. Alloh taolo mana shu qisqaroq bo'lgan suratda shu mavzularni bizlarga aytib o'tgan ekan, buyruqlarni bergan. Alloh taolo o'zi hammalarimizni shu buyruqlarga qodir bo'lganimizcha amal qilishlikka o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.